Qochqani 3000 koy salaman, qosini 10.000 koy o'zim olaman. Ha? Qulaq qo'yacağım yo'qmi? Bor. Yo'q. Qulaqimni ko'rib qaytib anglayman gapni. Hamdan Qochqani 3000 koy salaman, qosini o'zim 10.000 koy olaman. boshqa gapim yo'q. Bir javobchanlar. Qochqani 3000 ko'ga solasizlar. Ha, Qo'sa yarmarib qolsa 10.000 ko'ga olasizlar. o'zim olaman. Har qanday qo'y akasi bo'lamda? Har qanday qo'y akasi bo'laverdi. Do'tayan qo'y akasi bo'ladi. Bo'laverdi. Miyada menda bir masala chiqdi. Qason ola baqqan buchoq qishib do'lon qo'ysasizmi shunday gapni. Qanday qo'chqash deb baqda. Qo'chqashning namasi manchi million oldim. Ancha million oldim deyishni bildi. Aşı manchi million olgan qo'chqarni burasi manchi million solaman. Qo's manchi million o'zim olaman deb deyaldim ha. Mava asan yig'izning chiqqan gap emas mava. Xalbacham puasiz olmayman ana. Puatmadim. Shinjon bo'yicha aqashimizdan qo'shqa 6 oylik 7 oylik qolganda 5-6 million o'tgan, 10 soat olgandan 1 million o'tib qolgan. Shinjon bo'yicha tunji 1 million savdogan shu mashin. Qo'chqa paqlarning orasidan. Demak, boshqalarni qo'yasiz 3000 ga sababi shu qonunliq hujjat to'xtam bilan sapgan bo'lamiz. Hatta slovni qo'ysa qolma. Nimada? Aytganda qo's 10 ga olaman qasam ustimizdan azqish bo'lardi. Bo'lardi. Mana cho'chaq qash emas mana. Qanday qo'chqash deyalda 3000 ga solaman 10 ga o'zim olaman qo'sna. Qo'chqan nasla? Dolan birning bolasi anisi Rozjon eski 1 millionlik sog'liq shu. Chonanisi Roz qasab eski 1 million 250 ming ko'ylik sog'liq. Avlodda millionlik qo'yma. Qo'chqan nima tag'alla qo'yna qilib yana boqsab bitqashlim bormi yo'qmi? Boqsab pasak bo'lardi. Bichon chiqqan sep. Biroz qachon joylashab biysizlar? 3-oydan birgacha. Nima tilbasi borda? Bo'lardi. Mazopyonga yurak bisib Gönce qilib kelgandan keyin negiza mashinamga nima tasavvur bo'ldi. Bizning o'zbekimizga yurak bisitib, oltiraqmin yo'l o'tib, gönce qilib qo'shilib kelsalar, undan keyin nima olaysizlar 3000 ko'ga. At vulon qosna 10.000 ko'ga mana loban kaparat. Ishqal aka. Alos uzun gapdan qisqasi yaxshi. Mazobindan kelib tartib qolgan. Yana birga uyg'urish fonizib adam tillashga botgan bo'lib qapta. Qalaymagan tilmoqlar o'zini ishtib paslar. Bizning o'zbekimizni tilmoqda baqasan yo'lamidoq. Har qanday ishni qayta tuzuva. Aytgan nimalarni mizibda pushaman qilib qolsangiz o'zingizga. Mana tushunib qollar. Paylansan bo'ladi, tushunmay qollar do'lon qo'yna. Ishonliq sana bo'lardi. Biz mazobini majbur qilganda sizlarga buruq cho'maydi bijadi. O'tkazsan bo'lardi. Anda olsa qo'shqani o'rna yakunda charbaq ija 10 dadi xalmachanni qotandi ba. Misha kelib qo'shqani ko'rab, ballarni ko'rab, andan keyin nimatni deyshab, hujjat deyshab, qo'yamdan saldan qo'sa ko'rib qolsa 10 kun o'zingiz olishman deb deyshab, qo'yamni silib kessanlar bo'ladi. Mana bir kaparatga ega bir ishlab qoldi. 3-birgacha nimatga o'tib qolgan qachon ko'rsa eklab silib qo'yib qolsanlar bo'ladi. Telefon nomeringlar 138 99 10 16 56. Numarani solib vaqtida oxir paydo qolib 3-birga mana 20-25 kun vaqt qoldi.